Turkiyada yangiman va bu yerga ish yuzasidan kelganman va meni ishim ijtimoiy tarmoqlarni yuritish va shu orqali mijozlarni jalb qilish. Hozir men sizlarga bu yerdagi proyektimni 1 oylik natijasi bilan bo'lishaman. Mana men ishlayotgan akkauntlardan biri. Ushbu akkauntga kirib ko'rsangiz, men aynan qayerda ish boshlaganimni bilsangiz bo'ladi. Mana shu videodan meni ishim boshlangan, ya'ni 13-avgust. Faktlar bilan aytadigan bo'lsam, 92 mingdan ortiq ko'rishlar soni, ya'ni prosmotr iyul oyiga nisbatan 825% o'sish, 84% ko'rishlar yangi odamlardan, ya'ni obunachi bo'lmaganlardan va eng muhimi iyul oyiga nisbatan 1105 ta ko'proq obunachilar qo'shildi. Bitta videoni o'zi 73 mingdan ortiq ko'rilgan va 1400 dan ziyod obunachi olib kelgan. Reklama xarajatlariga keladigan bo'lsak, $179 ishlatilgan va 567 ta SMS olingan. Ya'ni reklamamizga 567 ta odam qiziqish bildirgan. Bu degani 1% oladigan bo'lsak ham 5-6 ta mijoz degani. Ushbu natijaga nimalar olib keldi? Avvalo mijozlarni va raqobatchilarni o'rgandim va profilni reklamaga tayyorlab va eng oxirida tizimli reklama kompaniyalarini yo'lga qo'ydim. Bular faqat qisqa natijalar. To'liq tahlil va barcha qadamlarni men o'z Telegram kanalimda bo'lishaman. Shu sababli agar qiziqsangiz Telegramga o'ting. U yerda sizga haqiqiy foyda beradigan batafsil ma'lumotlar kutmoqda.